Bahor, yoz oylarida umuman retsinol ishlatish tavsiya qilinmaydi. Men sizlarga bahorda ham, yozda ham ishlatsa bo'ladigan ajinga qarshi top 5 ta eng zo'r produktlarni obzor qilib beraman. 5-o'rinda Centella'ning shu probiotikli kremi yuzni probiotiklar bilan to'yintiradi, mimik ajinlarni, erta tushayotgan ajinlarni yoyishga yordam beradi. Bemalol yozda ham ishlatsanglar bo'ladi. 4-o'rinda Medicube brendidan Pediarin Plus kollagenli krem yuzda kollagen bilan to'yintiradi, elastikligini oshiradi, ajinlarni yoyishga yordam beradi, umuman fasl tanlamaydi. 3-o'rinda men o'zim ishlatadigan Viti Cosmetics'dan Pediarinli kremi ajinlarni yoyishga yordam beradi, yuzingizdagi glow effekt beradi, yaltiratib ajinlarni yoyib, chuqur namlantirib, oziqlantirib ham beradi. 2-o'rinda Numbuzi'dan shu Essence yuzni chuqur namlantiradi, oziqlantiradi, mimik ajinlarni ham, chuqur ajinlarni ham yoyishga yordam beradi, yuzinglarni yaltiratib, svejiy qilib zo'r qilib qo'yadi. 1-o'rinda Anvadan Pediarin Plus Gyaluronli kremi yuzni chuqur namlantiradi, ajinlarni yoyishga yordam beradi, yuzga botoks effektini beradi. Buni effekti hammasidan ham zo'r. Bu produktlarning hammasini Aisham Cosmetics'dan topsanglar bo'ladi.